Agar men yana 120 kilogramm bo'lib semirib ketganimda, birinchi bo'lib nima qilardim? Men birinchi bo'lib o'zimga yaqin bo'lgan laboratoriyaga borib analiz topshirardim. Sababi nimadan semirib ketganim aniqlangandan keyin shu muammoyimni to'g'rilash uchun lecheniyaga boshlardim. Shundan keyin bo'lsa, mazali to'yimli yog'liqqina ovqatlanib ozib olardim. Agar siz ham mazali to'yimli yog'liqqina ovqatlanib turib ozishni xohlaydigan bo'lsangiz, men ismim Barnoz Suleymanova, 9 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli shifokor diyetologman. Hozirgi kungacha 32 mingdan ortiq insonlarga 5 kilogrammdan 70 kilogrammgacha ozishligiga sababchi bo'lib kelyapman. Agar sizda ham ortiqcha vazn va semizlikdan kelib chiqadigan muammolar bor bo'ladigan bo'lsa, aynan sizni yaqinda boshlanadigan 3 kunlik oson ozib qayta semirmaslik sirlari deb nomlangan bepul onlayn master-klassimga taklif qilaman. Master-klassda siz gormonlaringizni to'g'irlash orqali chiroyli qomatga erishishni, mazali, to'yimli, yog'liqqina ovqatlanib turib, qorindagi yog'lardan 10 baravarga tez qutulishni, eng asosiysi doimiy holsizlik, dangasalikni yengib quvvatda va energiyaga to'la bo'lib yurishni hamma sirlarini bilib olasiz. Eslatib o'taman, master-klass mutlaqo bepul, faqatgina bog'chaga chegaralangan. Shu sababdan hoziroq pastki tugmani bosib ro'yxatdan o'ting.